o'sha doktor qoyil qoldilar xullas. Dorisiz olchani sirkasini o'zida gemoglobin ko'tarilgan, qoni suyulgan. Shuncha aptechnik dori va anaqa qon suyultiradigan dorilar ichardi. Hech ham ta'sirini ko'rmasdik-da. Sizdan olcha sirkasini olib, choydan ochdi. 12 yoshli qizimga ichirib qoni juda quyuq, gemoglobini dori bilan ham ko'tarilmasdi. Alhamdulillah. Ichirishni boshlaganimdan keyin analiz topshiradigan kuni keldi. Unda 93-90 gemoglobini 118 ga ko'tarildi. 15 kunda gemoglobin zo'r ko'tarildi. Keyin yana rovna bir oydan keyin yana topshiradigan shunaqa ko'rigimiz bor, o'tdik. Xullas, medsestralar shunaqa qiyin edi, bola muqovatganda qo'lini ham jugurtda, ham o'zi medsestra qo'li bilan siqib yordam berib qonini chiqarishardi. Bu safar shunda 45 kun olcha sirkasini ichib borganda probilkani bir-biriga ulashib ulgura olmay qolishdi. Yordam so'radi medsestradan. Qarash boring deb. Olishga ulgurishmadi, qoni chiqqan sari suyulganiga. Keyin nima berib, qoni zo'r suyulibdi dedilar. Keyin mana shunaqa olcha sirkasi beryotgandim. Sana davom ettiring, lekin o'sha doktor qoyil qoldilar xullas. Dorisiz olchani sirkasini o'zida gemoglobin ko'tarilgan, qoni suyulgan. Shuncha aptechnik dori va anaqa qon suyultiradigan dorilar ichardi. Hech ham ta'sirini ko'rmasdik-da. Nima ko'tarilmaydi, gemoglobin dori ichyapti-ku desam, doktor tushib ketmayapti-ku, 90 da turibdi-ku, o'sha berib turibdi-ku degan javob olardim-da. Lekin hech ham 100 dan oshiq ko'tarilmagan dori ichgan taqdirda ham. Alhamdulillah shuni sabab qildi. Alloh barakali qilsin ishinglarni, foydali qilsin, oxirigacha shifoli qilsin. Rahmat sizlarga katta.